Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hamda Nasoy Begums firmasining qadrli obunachilari. Mana bugungi dastavkamiz xudo xohlasa qovunchi va tarvuzchi akalarimiz Surxondaryo viloyatiga qovun va tarvuz ekish maqsadida o'sha sifatli begumslarni izlab kelgan ekan. Mana chiroyli tarzda qilib elab, mana shunday chiroyli tarzda qilib qoplab beryapmiz. Mana o'zlaringiz ham ko'rib guvoh bo'lishlaringiz mumkin. Juda yaxshi tayyorlangan granula holatda, mana qop-qora bo'lib turibdi. O'zi qop-qora bo'lganini o'zlaringiz bilsangiz bo'ladi. Kimgadir mana shunaqangi sifatli begumslarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu yuqorida turgan nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Chiroyli tarzda qilib mana shunday qoplab egalariga yetkazib beramiz. Begumslarimiz cheklangan holda, agar kimda-kim o'sha begum sohasi bilan shug'ullanaman deyotgan bo'lsa, mana shunday zichdagi chivolchanglarimiz ham bor. Sotishda yordam beramiz, muammo yo'q. Xudo xolasa dehqon akalarimizga bitta maslahat, ya'ni o'sha begums olishda aldanib qolmang. Hozirda ko'plab o'sha insonlarimiz o'sha begums olamiz deb o'sha qanaqadir bir soxta tadbirkorlarga tushib qolyapti va soxta begumslarni olib qolib o'sha ekinlarida yoki dehqonchiligida ancha zararga uchrab qolyapti. O'shaning uchun iloji boricha o'sha sifatli ekanligiga e'tibor berishlaringiz so'raladi. Ya'ni sifatli begums qanday bo'ladi? Sifatli begums qo'lingizga olganda granula bo'ladi va hidlab ko'rganingizda hidi chiqmaydi. Hamda eng zo'r usuli o'sha 2 litrli bankaga suv solasiz, yarmini to'ldirib farqi yo'q va o'sha bankaga bir qism begum solib yorganingizda hammasi tushib ketsa, bu haqiqiy begum sanaladi. Agar ichida go'ng aralashgan bo'lsa, u sirtiga suvning ustida qolib ketadi. Bu o'sha soxta begum hisoblanadi. Do'stlar, lavha foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga yuborib qo'ying. Dehqon akalarimizga foydasi tegib qoladi. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayr.